Hozir bilimlar kolleksiyasi metodidan foydalanamiz. Guruhlarga bo'linganmiz. Tayyormizmi? Boshladik. Ikkinchi guruhdan Feruzbek, birinchi guruhdan Feruzbek, ikkinchi guruhdan Yasmina. Ikkinchi guruh yozib bo'ldi, chiq. Yasmina bilan almashib guruhlar. Feruzbekning o'rniga guruhdan chiqamiz. Ikkinchi guruh o'rin almashdik. Birinchi guruhdan qaysi guruhda ma'lumotlar soni ko'p bo'lar ekan? Yozilgan ma'lumotlar hisoblanmaydi. Ikkita bir xil ma'lumot hisoblanmaydi. Birinchi guruhdan a'zo chiqamiz. O'ngacha sanaymiz va tugatamiz ma'lumotlarni soni. Nima? Ma'lumotlar sonini sanaymiz. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Durdona yozadi, ma'lumotlarni sanaymiz.